O'xsharmikin, o'xshamasmikin, qilolarmikinman, qilolmasmikinman, nima farqi bor? Balki kelajagini bila olmaysiz. Qo'lingizda bitta narsa bor xolos, harakat. Faqatgina harakatni boshqarasiz. Oxirgi natija sizni qo'lingizda bo'lmaydi hech qachon. Bizda ko'pchilik odam juda ham ajoyib o'ylaydi, natijaga bog'lanib qolgan. Tam chiqib olib kimdir ringda kalta yesa, misol uchun, kalta yedi to'dasida, u erkakga o'xshab quladi jangni. Qo'ldan kelganini qildi. Garman qo'limdan kelganini miqib turib, nokautga uchrab, yuzim bilan yerga yotib qolgan bo'lsam, men o'zimdan g'ururlanardim. Chunki oxirigacha bordim o'sha maqsadim uchun. Va o'xshamadi. Masala nimada? Masala shundaki, faqatgina harakatni siz boshqarasiz. Boshqa hech narsani boshqara olmaysiz. Ming harakat qilganingiz bilan boshqa odamlar fikrini ham boshqara olmaysiz, taqdirni ham boshqara olmaysiz, kelajakka ham hech qanaqasiga ta'sir qila olmaysiz. Po faktu. Natija sizdan emas, barakat sizdan emas, harakat sizdan. Shunga aytiladi, harakatni menga ber, men senga barakatni beraman. Imkon qadar ko'proq harakat qilish kerak. Muammo shundaki, ko'pchilik men ko'p harakat qilyapman deb o'ylaydi. Unaqa emas. Ishonavering, 10% kuchingizga ham harakat qilmaysiz. Ishonavering, harakatni ko'pi bo'lmaydi. Shu qoidani eslab qolinglar. Qancha ko'p harakat qilsangiz ham, uni 100x qilsa bo'ladi har doim. Sog' bo'ling, omon bo'ling, men rivojlantiring. Paka.